Xanımlar, bənimlər, qanday ahvalinglar? Sizlar bilan ko'rishmagili 1 yil atrofida bo'libdi. Bu 1 yilda yoqi nayt aldirashlik bo'lib ketganlik sababimdan yangi qism chiqaramay qoldim. Bu 1 yilda yoqi yordamchi o'qituvchilar emas, o'zimning darsini o'tdim. Bu mavsumda 25 o'quvchim bo'ldi. Ularga yaxshi dars o'tib beray deb haftasiga 10 soat atrofida tayyorlab qoldim. Shunday bo'lgandan keyin ba'zi ishlarga vaqtim yetmay qoldi. Shunga yangi qismni ta'til vaqtida buganga qoldi. Endi o'tgan yili to'xtab qolgan yerim sizlarga tilshunoslarning til o'rganish to'g'riliq nima deydiganligini, ilmiy jihatdan qanday til o'rganishning qanday yo'llari borligini sizlarga so'zlab bermoqchi edim. Bugun shuni boshlashdan burun men sizlarga bir narsani ko'rsatayin. Agar sizlar menga o'xshash Amerikaning televiziya chotini filmlarini ko'rib turib ingliz tilini o'rganishni yaxshi ko'rsanglar, cho'qim Friends, do'stlar degan bir televiziya chotini filmlarini ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Buningda Joey degan bir personaj fransuzcha o'rganishga tamshildi. Ham nurg'un qiziqishlar bo'ldi. Pretty simple. Your first line is, my name is Claude. So just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je découpe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je déplie blue. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does? Really? Yeah. All right, let's just try it again. Hey. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te flee. Oh, mon Dieu. Oh, de fouf. Bu bir komediya, mubolag'lashtirish bor. Amaliy turmushimizda ba'zi odamlar tilni nayt aso o'rganadi, ba'zi odamlar qiynalib til o'rganadi. Bunun sebebi zat nima? Biz chet tilni, yot tilni zodi qanday o'rganamiz? Buningga javob berishdan burun men sizlarga tilni tilshunoslar qanday o'rganganligini deb beray. Tilshunoslarga faqat birinchi til va ikkinchi tillar bor. Uningda melek til yo'q, ham aramaydi. Birinchi til ana til bo'ldi, ikkinchi til ana tildan belak o'rgangan til bo'ldi. Masalan, siz fransuzchani ikkinchilab o'rgandingiz, inglizchani uchinchilab o'rgandingiz, fransuzchani to'rtinchilab o'rgandingiz deydi. Fransuzcha, inglizcha, fransuzcha hammasi ikkinchi xil til. Ya bo'lmasa ikkinchi til deydi. Buning sababi bir bovoqning o'zining ona tilini o'rganishi bilan bir odamning ikkinchi bir xil tilni o'rganishining usulini tubdan o'xshamaydiganligi uchun shunday ayriydi. Birinchi xil tilni o'rganish ana tilni o'rganishni tadqiq qilganlarga, ikkinchi tilni o'rganishni tadqiq qilganlarga aytijibdi. Endi gapimizga kelsak, bir odam zodi ikkinchi bir xil tilni qanday o'rgandi? Qanday o'zlashtirdi? O'rganish va o'zlashtirishni epesaq tilshunoslar bu ikkisini yana ayiradi. Masalan, bir tilni bir odam bir umr o'rganib kelishi mumkin. Lekin rasmiy so'zlay oladi, rasmiy o'zlashtirib, o'zining tili qilib so'zlay oladi. Onun bir narsa demektas. Bazı kişiler var, bir tilni 2 yil ya 3 yil o'rganib lan so'zlaydigan, naytravan so'zlaydigan bo'lib ketadi. Bularni tilni o'zlashtiradi deydi. Tilni o'rganganlarni tadqiq qilganlar bor, tilni o'zlashtiradiganlarni tadqiq qilganlar bor. Endi bir tilni bir odam qanday qilib o'zlashtirdi deb so'ramoqchi bo'lishingiz mumkin. Bir odam bir tilni o'zlashtirish uchun cho'qim universal grammatikasini ishlatmasa bo'lmaydi. Endi universal grammatikasi nima deyishingiz mumkin. Universal grammatikasi 1950-yildan 1970-yilgacha bo'lgan vaqtda shakllangan. Buni hozirgi zamon tilshunoslarning otasi deb atalgan Noam Chomsky o'tirib qo'ygan. Chomskyning aytishicha, insonlarning bir-birining tilini o'rganish, bir-birining tilini tushunish qobiliyati boshqa hech qanday hayvonnikiga o'xshamaydi. Bu bir xil tug'ma qobiliyat, balki genimizda bor bir narsa deb aytgan. Buni dal universal grammatikasini o'ziga degan. Universal grammatikasini bir odam ishlatadigan vaqtda anoniki yana bir xil tilni, ikkinchi bir xil tilni o'zlashtira oladi degan. Endi bu nazariyaga ishonmaydiganlar bor. Masalan, psixik tilshunoslari. Ular bir odam tilni qanday o'rgandi degan savolga javob berib turib, buni qarashtirdi. Ularning deyishicha bir odam bir tilni so'zlab odatlanib turib o'rgandi.
xuddi bir odam boshqasini odatlanib o'rganganga o'xshash. Buni ular behaviorism deydi. Mushu nazariya bilan Chomsky'ning universal grammatikasi qarshi turadi. Amaliyotda o'ylab baqsaq bu shikil nazariyasining asosi bor. Endi zot qaysi ras? Universal grammatikasi ras bor. Ya odam bir tilni mashq qilish kuni shart qo'yganadi. Buningga nurg'ulg'an tilshunoslar universal grammatikasi haqiqatan bor deb javob berdi. Ularning isboti ora tildan keldi. Endi bu yerda ora til degan nima deyishingiz mumkin. Ora tilni tushundirish uchun sizlarga sizning til o'rgangan vaqtinglarni samimlik samsam. Masalan, biz til o'rganayotgan vaqtda ba'zan chog'da yo ona tilga tava emas, yo o'rganayotgan tilimizga tava emas bir narsani so'zlab yo yozib qo'yamiz. Ma'lumimiz bu vaqtda sen xato yozding, xato deding deydi. Agar bir tilshunosdan so'rasangiz, sizning deganingizni yo yozganingizni hargizmi xato demaydi. Ular buni oriti deb turib tushundiradi. Oritilni tadqiq qilganlarni nurg'un. Oritil grammatikasining sistemasini tadqiq qilib turib, boshqa tillarga solishtirib, masalan, ona til yo o'rganayotgan til emas, boshqa bir dunyodagi boshqa bir til solishtirib, o'xshashlik borligini bayqaganlar nurg'un. Shuning bilan u tilshunoslar mana bu universal grammatikasining haqiqatan borligining isboti deydi. Demismi o'ylab baqsaq bu g'alati ish. Bizning so'zlagan xato deb o'ylagan bir narsamiz boshqa bir til bilan grammatik sistemasi bilan o'xshash chiqib ketishi demismi odamni hayron qoldirdi. Balkim universal grammatikasi haqiqatan bor. Buningga bir narsa demakdas. Davomli tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Endi savolimiz qaytib kelsak, bir odam ikkinchi bir xilni qanday o'ylaydi? Qanday o'zlashtiradi? Buningga javob beradigan yana bir xil nazariyaviy bilim bor. Bu o'zini muhim mezgil, ya bo'lmasa afzal mezgil nazariyasi. Buning critical period theory deydi. Buningda aytilishicha, bir odam 0 yoshdan 4 yoshgacha, ya bo'lmasa bir odam Qur'onni yetkichi bo'lgan vaqtda ikkinchi bir tilni oson o'rganadi deydi. Demismi o'ylab baqsaq, kichik bolalar bir tilni nihoyat oson o'rganadi. Buning isboti bordek ko'z oldimizda. Ammo yana bir turib o'ylab baqsaq, nurg'un Uyg'ur o'quvchi bolalar oliy maktab kelgandan keyin ingliz so'zlab turib, inglizlardek, ya bo'lmasa amerikaliklardek so'zlaydigan kishilar. Buning sababi neda? Bir narsa demakdas. Lekin bu nuqtaga texmi ishqirlab o'ylab baqsam, ba'zilarimizning ikkinchi bir xil tilga bo'lgan uchrashi nihoyat bo'ldi. Ya bog'chada, ya boshlang'ich vaqtimizda biz hangi uchun o'rganamiz. Buni endi keyin ingliz o'rganishga foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi deyishingiz mumkin, hangi bilan ingliz shunda o'xshamaydigan tillar bo'lsa, qanday foydasi bo'ldi deyishingiz mumkin. O'ylab boqaylik. Uyg'urcha bilan hangining grammatik sistemasi tubdan o'xshamaydi. Biz kichigimizda o'sha tubdan o'xshamaydigan yat bir grammatik sistemasini o'rgandik. Memimizni shunga ko'ndirdik. Shunda bo'lgandan keyin keyingi mezgilda biz yana bir o'xshamaydigan ko'rib boqmagan til sistemasini ko'rganda, grammatik sistemasini ko'rganda texim oson qabul qila olamiz deb o'ylayman. Bu balkim to'g'ridir, balkim xatodir, balkim universal grammatikasining borlig'i mustasib isbotlangandir. Ammo buningga bir narsa demakdas. Afzal mezgil nazariyasining borlig'imi balkim rostdir. Buningga tilshunoslar o'zimi akademiyada talash tartishlar nihoyat ko'p. Endi bugun eng oxirgi so'zlaydigan nuqtam Xinjiangning til sharoiti. Diyorimizning til muhiti demisimi nihoyat afzal. Bizning ikkinchi bir xil tilga bo'lgan uchrashimiz nihoyat bo'ldi. Shundoq bo'lgandan keyin keyingi mezgilda yana bir xil ikkinchi xil tilni o'rganishimiz nihoyat oson deb o'ylayman. Agar siz til o'rganishga qamchilayotgan bo'lsangiz yoki qiziqishingiz bo'lsa, o'rganishni boshlang. Agar siz o'rganib bir yerga olgan bo'lsangiz, o'rganishni tashlamang. Bal qo'ymayman. Chunki siz dunyodagi, balkim dunyodagi eng afzal til sharoitida jon bo'lasiz. Shundoq bo'lgandan keyin bu tilni cho'qim o'rganib va o'zlashtirib ketalaysiz. Bugun bu so'zlaganlarim odamning tilni qanday o'rganganligi to'g'risida bo'lgan savolimga javob beradimi, bilmadim. Ammo o'ylab baqsaq til o'rganishda bu so'zlar o'tgan nazariyadek yana nurg'un omillar bor. Bu omillarni kontrol qilsak cho'qim tilni o'zlashtiramiz.
Shundaq bo'lgandan keyin yanılab shu gap. Bel qo'yib etmay tirishib o'rganing. Siz cho'qim ingliz tilini yapıpsiz. Nima tilni o'rganayotgan bo'lsangiz, o'zlashtirib ketalaysiz. Undaq bo'lsa, bugun mushayish bo'lsin. Ko'ngilingizga rahmat. Tamom bo'ldi.